Aziz yurtdoshlar, tumanimiz mehmonlari, muhtaram prezidentimizning tashabbuslari va bevosita rahbarligida barcha sohalarda misli ko'rilmagan islohotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda yuz berayotgan shiddatli o'zgarishlarga, aholining turmush darajasi keskin o'sib borayotganiga har birimiz birdek guvoh bo'lmoqdamiz. Prezidentimiz ana shu yangilanish, o'zgarishlar samarador bo'lishining kafolati sifatida mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, buning uchun jinoyatchilikka qarshi kurash tizimini tubdan takomillashtirishni davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri darajasiga ko'tardilar. Zero bu islohotlarning samarasi barcha sohalarda qonun talablariga so'zsiz rioya etishga, jinoyatchilik kabi illatning oldini olishga bevosita bog'liqdir. Yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurashish ana shunday umummilliy dolzarb vazifaga aylantirildi. Zangiota tumanidagi kirmagan vaziyat biznes muhitiga katta ta'sir ko'rsatadi. Uning o'ziga xos alohida yondashuv talab etadigan xususiyatlari bor. Tumanimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashning yangi mexanizmlari joriy etilmoqda. Bu ishlarimiz kundalik hayotda ham ko'rinmoqda. Jinoyatlar uchun jazo muqarrarligini ta'minlash vazifasi qanchalik muhim bo'lsa, ularni keltirib chiqarayotgan sabab va omillarni bartaraf qilish ham birdek muhimdir. Shu bois tumanning har bir ko'chasida, mahallasida, bozorida, istirohat bog'ida, jamoat joyida xavfsiz muhitni yaratish choralari ko'rilmoqda. Qadrli yurtdoshlar, biz jinoyatchilikni jilovlashdek katta maqsadlarni o'z oldimizga qo'yganmiz. O'tgan 6 oy davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yilning 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi son qarorlari asosida jinoyatlarning sabablarini mahallabay va sohabay muhokama qilish tartibi, mahallalarni kirmagan darajasida toifalash tizimi, mahalla yettiligi instituti, ijtimoiy profilaktika tamoyili asosida huquqbuzarliklarning samarali profilaktikasini amalga oshirish orqali aholida xavfsizlik hissini shakllantirish borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Qarorga muvofiq har bir mahallada huquqbuzarliklarning erta oldini olish, kirmagan vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha yangi mexanizm joriy etildi. Mening rahbarligimda tuman prokuraturasida idoralar aro muvofiqlashtiruvchi shtab faoliyati yo'lga qo'yildi. Qaror ijrosi doirasida tumandagi jami 60 ta mahallaning kirmagan vaziyati og'ir 2 tasiga mas'ul rahbarlar nomma-nom biriktirilgan. Tuman va barcha mahallalarning choraklik manzilli chora-tadbirlar yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Yo'l xaritalar ijrosi yuzasidan yil boshidan mahallalarda 801 ta ko'p qavatli va yakka tartibdagi xonadonlar texnik qo'riqlovga olindi. 236 ta ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklariga tashvish tugmalari o'rnatildi. 60 ta zamonaviy domofonlar o'rnatilishi ta'minlandi. 340 ta video kuzatuv kameralari, 45 ta yuz va avtoraqamni tanib oluvchi kameralar, 3 ta savdo markazlari va bozorlarga yuz va avtoraqamlarni tanib oluvchi kameralar, 13 ta ko'p qavatli uylarning hovlilariga PTZ rusumli kameralari, 6 ta maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarining kirish-chiqish joylariga, 2 ta maktablarning ochiq sport maydonlariga kameralar o'rnatilishi ta'minlandi. Mahallalarda fuqarolarni ogohlikka chaqiruvchi hudud kamera nazoratida, obyekt qo'riqlovda hamda xonadon qo'riqlovda kabi jami 5410 ga yaqin stikerlar joylashtirildi. Mahallalarda namunaviy xavfsiz ko'cha hamda namunaviy xavfsiz yo'lak tashkil etish yuzasidan chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Bundan tashqari, ichki yo'llar va ko'chalarda 1402 ta yoritish vositalari bilan ta'minlandi. Misol uchun, yil boshidan beri tumanda o'rnatilgan kameralar yordamida qidiruvda bo'lgan 30 nafar, jazodan bo'yin tovlab kelayotgan probatsiya hisobidagi 21 nafar shaxslar ushlandi. Shuningdek, bedarak yo'qolgan 5 nafar shaxslar topilib, 5 nafar jinoyatlar fosh etildi. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida qizil toifada qolgan 8 ta mahallalarning 8 tasida kirmagan vaziyat saqlab qolindi. Qarorga asosan hududlarda kirmagan vaziyat hamda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha kunlik so'rov va o'rganishlarni yo'lga qo'yildi. Tuman mahallalarida sodir etilgan
105 ta oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning sabablari tahlil qilinib, tegishli prokuror ta'sir choralari qo'llanildi. Hududlarda sodir etilgan jinoyatlar xususiyatini inobatga olgan holda 2026-yil 3-choragi uchun yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Tumanda jinoyatchilikni oldini olish, korrupsiyaviy holatlarni bartaraf etish bo'yicha kuchaytirilgan ish tartibi joriy etildi. Bu borada viloyat prokurori farmoyishi qabul qilinib, barcha tezkor xodimlar 60 ta mahallalarga nomma-nom biriktirildi. Har bir sohaga doir targ'ibot ishlari bo'yicha uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqilib tarqatildi. Endilikda biriktirilgan xodimlarimiz jinoyatlarning omil va sabablarini o'rganishdan tashqari, o'sha hududda amaliy tadbirlarni ham o'tkazadi. Biz endilikda muammoning tub negizigacha yetib borib, mahalla prokurori degan yondashuv bilan ishlaymiz. Endi e'tiboringizni huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish bo'yicha dastlabki bajarilgan ishlar va tahlillarning natijalariga qaratsam. Birinchi, jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyati samaradorligini oshirishda sohaviy nazorat kuchaytirildi. Joriy yilning 2-choragida 51 ta o'rganishlar o'tkazilib, 96 nafar shaxslarning buzilgan huquqlari tiklandi. Bu ishlar muntazam davom ettirilmoqda. Ikkinchi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham, aholi ham ko'proq e'tibor berishi lozim bo'lgan, hamkorlik kuchaytirilishi kerak bo'lgan bir nechta jinoiy omillarga diqqat qaratmoqchiman. Keyingi vaqtlarda firibgarlik va o'g'rilik jinoyati oshayotgani ham bunga yaqqol misol bo'ladi. Firibgarlik va o'g'rilik jinoyatlari aksariyat hollarda axborot texnologiyalari va internet ijtimoiy tarmoqlari orqali sodir etilayotganligi tashvishli holdir. So'nggi vaqtlarda O'zbekiston huquq idoralari ilgari duch kelmagan kiber makondagi jinoyatlar salmog'i ortishi anchagina tashkiliy choralar ko'rishni taqozo etdi. Ma'lumot uchun, tumandagi jinoyatlarning salmoqli qismini axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni tashkil etmoqda. So'nggi yillarda bu toifadagi jinoyatlar bir necha barobarga ko'paydi. Ilgari bunday jinoyatlarga qarshi ishlaydigan tizim bo'lmagan. Shu sababli aholimizdan firibgarlik qurboni bo'lmaslik uchun internet ijtimoiy tarmoqlari orqali kelayotgan turli xil fake xabarlardan ehtiyot bo'lishlarini hamda bank kartalari va hisob raqamlari to'g'risidagi ma'lumotlarni sir saqlashni so'rab qolaman. Aziz tumandoshlar, shu o'rinda kirmagan vaziyatga ta'sir ko'rsatuvchi jinoyatlarning ayrim turlari borasida ham gapirmoqchiman. Aytish kerakki, joriy yilda ayollar, voyaga yetmaganlar, yoshlar, ishsizlar tomonidan jinoyat sodir etilmagan. Xususan, oila va turmushda sodir etilgan huquqbuzarliklarga oilaviy maishiy muammolar asosiy sabab bo'lganligi aniqlandi. Shu sababli notinch, ajrim yoqasidagi oilalarning mavjud muammolarini bartaraf etish bo'yicha boshqa idoralar va keng jamoatchilikni jalb qildik. Natijada o'tkazilgan o'rganishlarda kirmagan vaziyati og'ir mahallalarda 127 ta ijtimoiy ko'makka muhtoj xotin-qizlar aniqlanib, ularning muammolarini hal qilish bo'yicha choralar ko'rildi. Bulardan tashqari 5621 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlardan 234 nafari doimiy ishga joylashtirildi. 1 nafarni uy-joy bilan ta'minlash rejalashtirildi. 359 nafarga himoya orderi berildi. 518 nafari kasb-hunarga o'qitildi. 342 ta ijtimoiy muammolar hal etildi. Yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilik masalasiga umummillat ishi deb yondashib, barcha birgalikda jon kuydirishi kerak. Faqat jinoyat uchun jazoni ta'minlash bilan ovora bo'lib, jinoyatlarning sabab va omillarini ko'zdan kechirsak, oqibati yomon bo'ladi. Shu kabi voyaga yetmaganlar jinoyatiga favqulodda holat sifatida qaralib, ularga ta'lim va tarbiyani berishda majburiyatlarni bajarmagan ota-ona hamda yashash va o'qish joylaridagi mahalla yetkiligi mutasaddilarining javobgarligi kuchaytirildi. Ta'lim muassasalari va jamoat joylarida mas'ullar profilaktik tadbirlarda uzoq muddatga ketgan 4 nafar bolalar, muntazam dars qoldiruvchi 4 nafar, tarbiyasi og'ir bo'lgan 24 nafar o'quvchilar aniqlandi. Ularning 24 nafari maktablarga qaytarildi. Maktabgacha va maktab ta'lim muassasalarining kirish-chiqish joylariga xavfsizlikni ta'minlovchi 6 ta zamonaviy kameralar o'rnatildi. Hurmatli fuqarolar,
Juda ko'p masalalarda ish uslublarimizni o'zgartirish zarur. Buning ustida ishlayapmiz. Prezidentimiz talab qilayotgan jinoyatlarning oqibatlari emas, ularning sabablarini, huquqbuzarliklarga imkon beruvchi shart-sharoitlarni bartaraf qilishni ustuvor vazifa deb xalq bilan birgalikda harakat qilishimiz kerak. Buning uchun har bir mahalla xonadongacha tushib, e'tiborimizni kuchaytiramiz. Jinoyat sodir etgan va bunga moyilligi bor fuqarolar bilan uchrashuvlar o'tkazib, fuqarobay ish tizimini joriy qilamiz. Huquqbuzarlik va jinoyatga sabab bo'layotgan oilaviy, ijtimoiy, moddiy va psixologik muammolarni hal qilishga har bir fuqaroda jinoyatchilikka qarshi immunitetni bolalikdan shakllantirishga alohida e'tibor qaratamiz. Aziz hamyurtlar, jinoyatlarga qarshi kurashda prokuratura organlari ko'mak va hamkorlikda jinoyatlarning har qanday ko'rinishiga chek qo'yishga kafolat beradi. Shunday ekan, aholi va keng jamoatchilikni jinoyatlarni oldini olishga hamda ularni bartaraf etishga faol hamkorlikka chaqiramiz. Shuni yana bir bor alohida qayd etamanki, jinoyatning har qanday ko'rinishiga tezkor ravishda munosabat bildirishga, jinoyatga qo'l urganlarga nisbatan jazoning muqarrar ta'minlanishiga shaxsan kafolat beraman.